Azizki buni ichida o'tirib nima qilyapsiz? Yoki buni motori qayerda o'zi? Topolmayman. Yuring, mana siz ko'rsataman qayerda joylashganini. Ketdi. Bilal aka, o'tgan safar Rolls-Royce Spectre qo'ygan edi, 3 kunda sotilib ketdi. Bugun nima mashinani sotamiz? Bugun aka Ferrari 296 GTS Spider versiyasini sotamiz. Koreya emas, Germaniyadan kelgan. Okey, Ferrari'miz 296 GTS 3 litrli turbo gibrid jihozlangan, 830 tot kuchiga ega. 0 dan 100 soatiga 2.9 sekundda chiqadi. Bilal aka, bu gibrid bo'ladigan bo'lsa, buni ovozi ham chiqmas ekanda. Azizki, buni qo'ysangizchi, bitta siz ovozini eshiting. Bilal aka, bo'ldimi? Faqat shumi? Yo'q, bu bomba apparati. Yo'q, endi nima deysiz? Bu avtomobil ko'chaga chiqqanda vaydod o'radigan joyi bor ekan. Mashinamiz eng full versiyada karbon rul, karbon elementlar полностью ishlatilgan salon bo'yicha italyanskiy asl Alicantaro. Sidenalarni qarang, aka. Ko'sh sidenalar karbon elementlar ishlatilgan. Aka, tomondan ochib yopadigan mexanizmini o'zi 50 ming yevro atrofida turadi. Aka, shuncha narsalarni tushuntirib berdingiz. Buni o'zi narxi nechi? Okey, o'zi bu kolleksionniy mashina, Spider versiyasi. Olib qo'ysangiz buni faqat narxi oshadi. Aka, agar bizani obunachilik kelsa, yo'lga o't beradigan joy bormi? Bo'lgan narxini 460 ming qilib beramiz, aka.